Yoshlar orasida psixotrop va giyohvand moddalar tarqalishiga qarshi kurash oyligi tezkor tadbiri davomida Ichki ishlar vazirligi Transport va turizm obyektlarida xavfsizlikni ta'minlash departamenti xodimlari tomonidan 1975-yilda Andijon viloyatida tug'ilgan fuqaroning yashash xonadoni xolislar ishtirokida ko'zdan kechirildi. Jarayonda fuqaroning yotoqxonasidan bir dona 3 litr hajmli shisha idishda, qora selofan paketda hamda bir dona yarim litr hajmdagi temir qutida o'tkir hidli quruq holdagi o'simlik barglari borligi aniqlandi. Mazkur holat yuzasidan olingan ashyoviy dalillar Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi ekspert kriminalistika markaziga taqdim etildi. Markaz xulosasiga ko'ra, ushbu moddaning sof vazni 479,45 grammni tashkil etib, marixuana giyohvandlik moddasi ekanligi aniqlangan. Mazkur holat yuzasidan fuqaroga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 276-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.